Bayroqbarg va boshoqlash fazasida ko'pchilik zararkunandalarni asosan bargdan qidiradi. Bargda to'g'ri ko'proq shiralar, piyavica, ya'ni shilimshiq qurtlarni uchratish bo'ladi. Lekin boshoq shakllanib chiqish davrida unga juda katta zarar beradigan boshoqda xas va shiralar, bundan tashqari bug'doy tripslari jiddiy zarar beradi. Aynan bu zararkunandalar ta'sirida boshoqqa keladigan oziq moddalarni sanchib so'rib olinish natijasi boshoqlar yaxshi to'lishmaydi va qiyshayib, don to'liq shakllanmaydi. Pastki qismi to'liqroq, yuqori qismi ingichka bo'ladi. Natijada ves bermaydi. Mana keling, shiralar qanday joylashganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'rta qismga e'tibor bering mana. Mana shiralar aynan boshoqqa kelayotgan oziq moddalarni sanchib so'rishi natijasi bu boshoqlar puch bo'lib qoladi. Natijada klokovina va lignin moddalari kam sintez bo'ladi, ateflar sinteziga jiddiy zarar yetkaziladi va hosildorlik puch bo'ladi. Bundan chiqqan olingan urug'lar ham erta sifatsiz ko'karib, mahsuldor tuplar soni o'rniga umumiy tuplar soni ko'payib ketadi. Bu esa hosildorlikni tushib ketishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi.